Ho, assalomu alaykum. Qalaysizlar? Mani so'kayotgan, haqorat qilayotgan, og'ziga kelgan libboycha gap bilan ta'riflayotgan aziz yurtdoshlar, barchalarga baxt saodat tilayman. Bemalol. Allohdan qo'rqmasanglar, nima xohlasanglar gapiringlar. Menga uni qanaqadir og'irligi yo'q. Men o'zimni sevaman. Menga o'zim yoqadi, endi menga baribir kim qanaqa boqadi. Kattakon rahmat. Mani yaxshi niyat bilan, yaxshi xulq bilan, yaxshi tarbiya bilan, musulmonona hurmat yuzasidan meni ta'riflayotgan aziz do'stlarim, yurtdoshlarim, dindoshlarim barchalarini yaxshi ko'raman. Alloh baxt saodat bersin. Bizani yomonlaganlarni ham adashganni Alloh qiyomatgacha ayon qilsin. Sizlarga qiyomat og'ir bo'lmasin.